Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, mana shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Programmani ozroq kech boshlab qo'ydik. Vaqt sal xato uchur nima deymiz, aloqadagi bir masala tufaylidan. Shunga hammalardan kechirim so'raymiz. Bugun ikki aziz mehmonimiz bor. Birisi G'ayrat Uyg'ur, ikkinchisi Mehmetjon Samat, rejissor, G'ayrat Uyg'ur, aktris. Senin ishlagan bu biz Amerikadagi bolalarning ishlagan bir filmi bor. Oxirlashishni kutish. Bugun shu film haqida va bularning kasbiy hayoti haqida paranglashmoqchi biz. Avval ishqilma o'zinglarni ozroq bir qisqacha bir tanishtirib beramizlar ko'rurmanlarga. Buldu G'ayratni siznikilarni. Voy, men taq cho'nglig'a hurmat qilay debdim. Bo'ldi. Assalomu alaykum barliq ko'rmanlar. Ismim G'ayrat. O'zim Qashqardan 2015-yil vatandan chiqqan. Amerika Kaliforniya universitetininki San Diego tarmoq maktabida teatrlik, aktyorlik kasbi bo'yicha bakalavrlik unvonini oldim 6-oyda. Kasbiy aktyor. Assalomu alaykum ko'rmanlar. Ismim Mehmetjon Samat. Men Kaliforniyadan shu Kaliforniyada izchil o'zimning kasb bo'yicha taraqqiyotman. Rejissorlar sizmi? Men Bo'lmadimi rejissorlik kasbini? men Sanat institutida Urumchida shu yerda o'qigan rejissorlik kasbida. Ananiki bu yerga kelgandan keyin shu izchil o'zimning orzusi bo'yicha rejissorlik emas, ssenarist yoziqchilik. Shu Qanday bu kasbga qiziqib qoldingiz? men balki Jiqadamning sergasiga o'xshab qoldi. Men kichkindan masalan men yezda cho'ng bo'lgan. Ana o'g'andan keyin bizda to'q bir narsalar yo'q. Masalan, bir oyda bir qatimliq kinochilar oldi-ku, kino o'qiydigan. Masalan, shu kinolarni ko'rib bir xil bosh qiziqib, keyin kino bilan ana o'zim kichkinda kitob o'qishni yaxshi ko'rdim-ku. Shu bir narsani tasavvur qilib qilgandan keyin men kino o'zimning tasavvurni betiq taxmin bir yaxshi qurol bo'lak deb o'zimning o'ylaganimni ifodalayman. Shundan keyin shu Sanat institutiga imtihon berdim. Bu yerda 4-5 yil jarayonida bir 8-10 ta qisqa film ishlatdim. O'zchilik topshiriq bo'lsin yoki o'zimning qiziqishi yo'nalish bo'yicha. Ba'zilari shu vatanchida yaxshi natijaga erishdi. Bir ikki film shu xalqaro festivallar nomination ismi ataldi. Shundan o'qib bitirgandan keyin kelib izchil mushkasb bilan mushkasb bir taraq qilay deb hozirgacha shuni tirishib Ben o kino to'g'riliq kinoning o'zini ko'rib qaysam to'rdan topolmadim, to'rdan chiqmaydigan o'xshaydi shunaqa qilganda. Xabarlarni o'qidim, Erkin Asiya radiosidagi xabarni o'qidim, materiallarni ko'rib baktım. Lekin kinoni o'zini ko'rmagandan keyin mendan bir toza iliqi hamda nima to'g'riliq ish ekanligi to'g'risida ozroq bir tushuncha bor, lekin toza bir cho'nqur tushunib ketmadim. Shunga siz ham ssenariysini o'zingiz yozgansiz kinoning. Bu kinoni qanday bo'lib ishlab qolib qoldinglar, nimadan ilhom olib ishladinglar, shu to'g'riliq ozroq bir so'zlab bersangiz. Men bir mezgilgacha o'zimning ishlamay ketdim-ku. Masalan, tilini men ingliz tilini misha kelgandan o'rgandim men. Andan keyin tilini o'zimizning turmush masalasi sal bo'lib, sal bir diqqat bijg'ilg'iraq bo'lgan chaqda andan keyin izchil izchil mushtorliq material o'qidim, kitoblarni o'qidim, kinolar yangi chiqsa, shu iqim qaysi tarafga ketib bordi, shunga diqqat qildim masalan. Andan keyin shu 2021 vaqtda shu bir tunish orqali shu film setda, film maydonida shu 1 yildek ishladim hamda. Ashada yordamchi bu traktor degandek ishlar bilan. Endi u ish japaliq, ammo mening u chog'da o'ylagunim musharqlik men bir narsa o'rganib olsam, masalan, ma'larning bir mush kasbning xarakteri, andan keyin bularning ish prinsipi, qanday ish qildi masalan. Bularning turlariga bo'linishi shu narsalarni. Shu 1 yildan keyin asta-asta kallam yangi xum paydo bo'ldi. Andan keyin undan burun 4-5 yil gerçi men ish qilmagan bo'lsam, bir narsa izchil o'ylab kelgan narsa-chu. Masalan, men qanday filmlarni ishlayman degan bir narsa. Mening uslubim qanday bo'lishi kerak? Men
qanday bir narsani ishlasam, onu bo'ldi. Chunki hozir bu film kasbi ijod bo'lib, hozirgacha 100 yildan oshdi masalan. 100 yılda hech bir insoniyatning texnik ulamda masalan o'zining tasavvurini qanot yaydirish ulamda bu baxtli taraqqiyotchi taraqqiyot masalan bu shun bir yerda bir gap bor James Cameron dedimi filmni ishlamasdan qo'rqmay tasavvur qilmasdan qo'rq degan bir gap bor tasavvur qilsa tasavvur bo'lsa qildigan bir yer kelib ketadi anda o'g'andan keyin ishlamagan narsami qolmadi raskan o'qanichu Şuna bu vaqtda men izsiz shu narsani o'ylagan. Keyin boshqa bir yerga yurib bir do'stim paranglashqili shu birab turib qilib bu tema shuning bir turmushdan 30-40% kelib qoldi. Masalan, shuning dadasi o'z vaqtida cho'ng tutgandan keyin yo'qolib ketib, bu bolam tam bir tushkun holatda yashar ekan. Ya zo'rliq so'zlashni bilmay, ya sukut turishni texmo bir vijdon azobi qilib bu ikkisini o'tirida bir xil ikki tashlang'och qilib qolgandek bir paydo qolib kelib psixik masalasi shu birat juda mana keyin asta kelib mushtoqli bir narsa baxsam bo'lgudek deb asli man bir qisqa film yozaylik deb o'ylagan bir 15 minutlik film qilib o'zim berib bundoq bir hujjatli film xarakterida bir narsa qilib tayyorlab o'ylagan keyin bir yezilib bir cho'ng filmning umumiy qurilmasiga aylanib ketdi bu narsa Ananın ki özüm şəxsən mən bu şu nimaga qiziqman. Menga hozirgacha mush yozuvchilar ichida Franz Kafkaning ta'siri bak cho'ng bo'lganchi menga. Kafka. Kafkaning ta'siri bo'ldi. Anandan keyin mush yozuvchilarning masalan keyin aslan Fransiyada Jean-Paul Sartre masalan. Anandan keyin Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo degan kitobi bor-ku. Onun gibi psixik amilleri mesela. Muş nesler qilib men o'zim bir xil surreal narsalar qiziqmaychi. Surreal aytabirni. Shundan mushni azroq bir kengaytib baxsam bo'lg'idek deb ba'zi elementlarni qo'shdim. Masalan bizdagi o'rtaq kollektiv psixikadagi bir tush bor. Ham baxcha qadamni so'rab baxdim, mendan bo'lgan tush. Vatan qaytidi, nayt xo'shal, tuyuqsiz saqlab qo'lab ketadi. Qechib, o'lib ashta bir tushlar bor, kollektiv bir o'rtaq Evimizdeki tushib boqqan değil mi bu tushni? Sen de böyle o'rtaq bir kashmishda bo'lgandan keyin bu narsa o'rtaq ta'sir qildi ekan. Shu masalan shu narsalarni qo'shdik. Andan keyin ba'zi inglizcha hallucinations deb qo'ydik, xiyol tuyg'u bir ko'rinishlar. Men to'liq material ko'rib, shuning bilan mush narsalarni qo'shib, keyin u ssenariy bitgandan keyin o'sha bir ssenarist do'stimiz bor, u ko'rpadi, tuzdi ba'zi narsalarni. Andan keyin yani bir narsa shu asli men bu filmni uyg'urcha qilmoqchidim. Uyg'urcha qilay deb o'ylab biz chiq artisiz deb ketdik. Bahchi g'ayrat bildi. G'ayrat boshdan boshlab bor bu filmning ishtichu. Biz 1 yil to'xtab qoldik qilolmay. Iqtisod bilan anondan keyin ba'zi kelishamaslik ishlar bilan. Bu artistni izlab degan biz mush uchurlar orqali O'rta Osiyodan tot Kanada hatto ishqib uyg'urcha uyg'urlarlik artist nimasini qilolmadik. Shu chunki chiqdi yo'q emas. Ssenariyni ko'rib baqqandan keyin bu ssenariyda ba'zi psixik masalasini ifodalash vositasi bor ekan. Buni biz chiqarib olmadikmiz o'ylaganda deb voz kechdi-chi. Shuning bilan onun qaychi men his qilmagan, andan keyin cho'ng his qildim. Bizda aktyorlik ma'lum chet ellik manba asosi yo'q qarisiga. Bizning aktyorlik bo'lgan tushunchimiz u balki tez. Shundan keyin bunda o'z qanday bo'lar. Endi men gapchi agar bo'ldilar siz men o'gitman sizga bu deb qilib, taz ravon chiqmasa, taz yaxshi bo'lmasa, nol bo'ldi-chi hamma narsa. Ko'rib ba'zi manda o'qibga shuni to'g'ri tushunish bo'ldi demaydi u filmni ko'rib bo'lgandan keyin. Shundan o'yinlar bo'ldi ingliz qilib tayyorlaymiz. Ingliz qiliblar, inglizcha qiladi filmda inglizcha tarjima qildik ssenariyni. Shundan bilan inglizcha aktyorlarni qabul qiliblar, tanlab. Shundan boshlab ketdi. Ham filmda umuman bir kishi maydonda bir maydon butun uyg'urcha qolgan maydonda arlab uyg'ur so'zlab qo'ydi. Bu bitillaylik inglizcha bo'lgan. Film uzunluğu şu 75 minut bo'ldi. Filmni qo'ydik, yaxshi bag'ga erishdi, festivallarga, 5-6 festivallarga.
tanlanib, Chicago'dagi bir festival shu eng oxirgi bosqichga kirgan nomzodga kiribdi. Shu pat yaqinda tashkil bo'lsa, to'g'ri qo'ymaymiz. Unisi hozir men ikkinchi bir filmning tayyorligi bilan bo'lib, yomon ekspress ketmichu, bir prodyuserim bilan bir o'ltirib, bir narsani qilgan vaqt yo'q ashab ketdi. Bo'lmasa, to'g'ri qo'yib hozircha. Lekin tashkil bo'lsa, jilag'irgacha film qo'yamiz. Endi filmning umumiy hikoya qurilmasiga kelsak, boya deganimdek, shu yerda o'qiyotgan bir yosh bola. Bu balani dadasi nima? Sodiga. Bu bola hamda bayashat oila cho'ng bo'lgan. Amerika o'qibmi hamda kelgusidan bak ansirab, undaq taktik bo'lib ketgandekmi o'qib ketmagan endi. Chunki u ertaga qaytgandan keyin dadasining sodisini olaman deb o'ylab. Lekin tuyuqsiz dadasi chiqib ketgandan keyin butun ishlar ostin ustin bo'liblar. Shuning bilan buning turmushi, endi bu hikoyaning oq ko'rinishi 2021ga, 2020ning oxiri 2021ning o'tirg'a tushdi-chu. Achash Covidning vaqtida. Shunda bo'lgandan keyin buning maktablar taqilib, ishsiz qilib, o'zining nima masalasi, salohiyat masalasi va anki uydagilarni ansirash, kelgusi taqdir masalasi. Mushu orqali bu ishni to'xtatmay bir xil mushta bo'lgandan keyin izchil uydagilarga yolg'on so'zlaydi opisiga. Pulun tugidi qachon pul solmadi desa pulim bor, men ishlayapman deydi, lekin xizmat topolmaydi. Izchil yolg'on so'zlaydi, uydagilar ansirab qolmasin deb. Izchil davlatdan xabar olish uchun opisini so'rab turdi, ololmaydi. Endi buning nimasi hamda agar men bir narsam qolgan sirtliklar buning ta'siriga uchirmasin deb kutib turib, eng oxirida dadasining tuyuqsizlashini 15 yil kesib ketganini bilgandan keyin bu ananiki shu chog'da o'rnidan turdi. Bu yerdagi narsa nima desa shu biz reallik bilan bizda o'tgan axloq masalasi, ananiki bir kuch bilan, kollektiv bir kuch bilan ankin bir yakka bir inson o'tirisidagi psixologik bir kurash yana bu yerda. Bu masalan eng oddiysi desaklar shu. Biz axloq deymiz, masliyat deymiz, chiqdaymiz nurg'un vaqtlarda. Bu birlik cho'ng sinab shunday vaqtcha. Shu vaqt qanday qilish kerak masalan? Shunday bir ahvol yo'liqqan chog'da biz reallikqa bo'ysunimizmi yoki biz ichimizdagi izchil taklif qilayotgan shu axloq prinsipiga bo'ysunimizmi masalan? Buningki endi masala qaysi bo'lsin, buning natijasi o'xshamaydi bu yerda. Shu film shunaroq. Shu mencha o'zim film yaxshi qildik deb o'ylayman, chunki biz mishadagi butunlay kasbiy aktyorlar bilan, kasbiy aqsab xizmatini qilgan bolalar bilan kam degan 15-20 yillik tajribasi bolalar bilan qildik. Filmning surat kelishimi g'ayrat bak o'ngishli bo'lib ketdi-chu. Biz hamda bir yildan chuqroq to'xtab qoldik, qilolmay ishni. U chog'da biz izchil ssenariyni o'zgartib, g'ayratlarni ko'rish, mashq qilib, ash maydonlarga berib qaytib ko'rib, tayyorlikni yaxshi qilaylik deb. Shu oldingi qatimliq tayyorligimiz yaxshi bo'lgandan keyin surat kelishimiz hamda haqiqatan men o'ylamagan darajada o'ngishli bo'lib ketdi. Endi men ham tunji ingliz tilidagi film bo'lgandan keyin bu. Men tunji qatim mayalaliklar hamkorlashib bir guruhni tashkil qilib qo'ygandan keyin men nurg'un narsani bilmayman-da shaxsan, rostga nuqsam. Lekin ashlar menga o'zi beshi turib ko'z deb andaq deb meni yetaklab, men ularni yetaklab ba'zi nazariya jihatdan-chu. Ashlar o'ngishli qilib ketdi. Bizning bolalarda asos jihatdan kino tatimiz rejissyorlik bolalarda nima jiqroq texnik jihatda bilimi yetarlik hamda texnik tatish u bu jihatda bolalarni bilimi. Lekin teoriya jihatda mush nazariya jihatda, mush yezish jihatda, mush jihatda xili sog'lom bo'lmasa, texnik jihatda men yaxshi bo'lib ketsa, kino ancha yaxshi chiqib ketmamdikin deb o'ylayman. Bu jihatda sizning bir qobiliyatingiz borki, yaxshi yozdi ekansiz, nima qildi ekansiz, o'qigan kitoblaringizni borki, bu jihatda sizga bek tez bo'lib ketmadi deb o'ylayman qachon. Endi g'ayrat, gapimizlik bir g'ayrat. G'ayrat siz artistlik kasbini o'qidingiz, kasbiy artist ekansiz. To'g'ri. Endi Uyg'urlar uchun bu kasbni o'qiganlar xili yo'q-ku deymancha. Artistlik kasbini bu chet elda o'qib bu kasbni bir yerga ipmanganlar, bir kasbni tutaganlar bu chet elda maktabda o'qishning ta'sirida. Endi men sizdan nima so'ramoqchi. Bu kasbni qanday qiziqib qolib qoldingiz? Qanday bu artistlik kasbini o'qib qolib qoldingiz? Andan keyin
Yani bir mühim sualım. Bu yıllık chet eldeki bir Uygur yaşının hikayesini anlatkan bir iken ko, sergüzeşçisini anlatkan bir kino iken. Doğru. Bu çeken siz bu yıllık chet elde okuyatkan, chet elge çıkan bir köşmen bir Uygur boğalığınız için bu rolünü ili sizge kançılık oňay keldim, o tez keldim, bu jergen neyini his kıldınız gendek? Boldu, rahmet. Bununla meninki bu kesipki kızıkışım şu toluksuz mektepten başlangan. Şu vatanda mesela bizninki bayramlarda mesela yiğitlarda birlik senet faaliyetleri olduğu mektepde kılgan. Şunun ait aktif kılan katlaşıp şöyle üzemne şu senik çıkıp şu naite mesela küçük vaktimden tartıp şu ata-anamı mesela bize tuqqan oyga barganda şu çıkıp bir sen numara orlap dep şu jat asasda yetilip mаңды. Bununki mаңганdan keyin şu toluq mektepke çıqqanda andan bizniki öýdekiler andan asasa asılsan olamdike bu senet jatda fıt kazanılanmaydı. Bizniki vatandaşlar edigo. Endi doktorlukda terapga mаңgan dep şunun bilen unda bir ümitsizlik başlandı daňa şu çağda toluq mektepde. Andan bapda endi uýangy bekelikden nime ketmey, zihnini bermey endi ingilis tili öýrenýär dep ingilis tili öýreniş jarýanynda şunu dep Amerikada bir okusam dep şu arzu bilen başlandy. Toluqly bitirip Ürümçi Tibbi Üniversitesi'ne ötdüm. Ötep bir yıl okudum. Okup şunun bilen bu bir yıl jarýanynda hem ingilis tili taşryp etmedim. Hep ahirlerde şembe-şem günleri ingilis tilini okup şunun bilen öýdükini gaýlyklay dep naýat çoň bir nim bop keçirmişler bolap andan bopda bir fürsat bereli saňa dep şu işle bilen başlanyp Amerika'ya çykdym 2015 çykyp andan bu ýerde şu müşkesni okuýa dowamlaşyp çünki nurgun näsini taşlatyp çykdym betende. Öýdükiler olsun, şu çykkandan keyin görüşäp bakmadım da. Endi ünlülerle ança-munça bir aýda, 2 aýda bir bıraktım biz ýaxşy boldy, puçur kalyp goýuşdan başga. Şununki işleri bilen nurgun näsärle vaz geçip şu üzerindeki arzusu boýunça maňa dep başladym, okuşdy başlap 6-njy aýda bitdi. Bakalavrlyk kesbi senetkar. Men aktyor boldydan şu Amerikada bir işkeýle badydım boldyky köräp bakmadym jyma. Amerikadaky Uygurlarmy jyk. Lekin bayan biz ma program başlaşdym diýip biz gaýatna aýt tez bäziliki tepiş bolanmaýmys, tonyş bolanmaýmys. Mesela kino filmlere çıkan bolsa körümizden ismini körep oy Uygur eken goýma dep. Şunu bilen kıldym. Ondan meninki ismim Gayret Gani. Gayret Uygur dep goýdum. Ama seni kesbi isimli. Çünkü meniň birin arzuýym mesela Uygurlardan çıkan birinjilik kesbi aktyor mesela. Hollywoodga çykyş. Hudaýym birisimi şu Hollywoodga çyksam dep açdy bir arzu bilen dep goýgan. Kılym kino filmini işleş jarýanynda Mehmetcan'la nurgun körüşüp, senariyany nem kılıp okuduk. Okup şunun bilen bu elbette Mehmetcan degendek bayağı bu bizninki hemimizinki beşimizde ötken bir ortak keçmiş. Bununki hemimizinki memnun çıktıp kögen bu çişine. Şunun bilen körüp vay bu mecep meniň bir hikayemge bek okşap ketdiken. Dep şunu dep Mehmetcan'a desem şunu bilen Mehmetcan şu bu ortak bir çöşmüş keçirmiş Uygurlardy ba dep şunu şenler kıygan diken baştan ahir turup ahir süretki başlanıp meniki birinci tuncu rol alganmış şu kamerada kino film. Aşu baş rolga Mehmetcan. Bunun galyky meni Uygur deplam tanlamady da bunun galyky men azrak düşünçürey. Bunun men audition kıldym Mehmetcanla galyky üzerindeki ben mektepde ançı-munçy teatrlarnynki aktyor bolgan diken şunun azrak galyky videolarny ýollap berýär Mehmetcan körep baksam meniki aktyorlukny men kandarak dep kıygan diken Mehmetcan körep şunu bilen bu kızgınlyk bar eken sılda kesbi jähetden men sizni ýeteklep kitale edgenme dep ýani bir Rick dep bizninki producer Mehmetcan özü producer direktor bolgan bilen bizninki ýani bir Rick dep bir çet ellik bar Amerikanynki Los Angeles. Şu körep şunu bilen biz ýeteklep nem kısak boldy. Dep şunu bilen kıygan diken buny başladyk. Bu gerçeklikle özümizden hemmimizdinki beşini ötken keçirmiş bolgan bilen bu bizninki kesbi jähetden aktyorlyk kanda atsanız mesela kamera käse ýüzüňizge. Naýatlyk jiddiýleşip gidilgen bir toýga boldy eken şu. Ekran Şunu bilen elakam şu ekran aldyda jiddiýleşip gidilgen toýga bolap bütün kally kurok anyň hissiyat ýokalap ketdiken şu kamera aldygyzy käse.
Şunu bilan shu jihatida ancha-muncha qiziqishlar bo'ldi. Hani Mehmetcan yordam qilib, shu ishlardan asta-asta suratga olinish, 2-chi, 3-chi kuni suratga olinish jihatdan asta-asta shu nimaga personajning roliga rasmiy kirdim, cho'kib degandek. Bizniki boshqa aktyor bolalarmi maslahatini berib, "Manda qilsang bo'ldi, anda qilsang bo'ldi" deb. Steven deb yana bir aktyor bola bor, Amerikaniki. Bu bola kasbi kino filmlari chiqqan Netflixda. Qilgandan keyin bu bola shu manda nima qilsam bo'ldi, halaqa o'zingninki deydigan gap so'zlarimda tabiiy nima qilgan u bu deb shu taklif fikrlarni bergandan keyin bo'ldi deb yetaklanib ketdim deb o'ylayman endi. Lekin Yani yaxshi, ha? nima demoga bile siz o'qibsiz emasmi buni 4 yil 5 yil bu kasbni o'qigan bo'lgandan keyin zaten asosingiz bor degan gapda. Andan keyinki bu jarayon mencha o kasbiy bilimni amaliyotga aylantirish jarayonida shu. U jarayonda jiq narsa o'rgangan bo'ldi. Hozir bizning sosyal medialarda bolalar chiqib TikTok videolarini tatib shundan hammasi artist bo'lish qiziqqan odamlar. Onun qaraganda shu odam bu kasbga beshini qo'yib o'qib 4-5 yildan keyin andan keyin bu kasbni ipmansa texmi yaxshi ipmangan bo'ldi-da. To'g'ri. Andan keyin Mehmetcan sizdan yani ssenariyni sizdan so'ray. Bu ssenaryoni yozish jarayonida sizdan o'zingizning his qilganlaringiz nima? Andan keyin bu qarsam shu chet eldagi Uyg'ur bu jarayon siz chiqib Uyg'ur bolalar bilan ham ishkilinglar chet eldagi Uyg'ur bolalar bilan chiqib tanishsizlar qachon? Bu ssenaryoni yozish jarayonidami hamda chet eldagi Uyg'ur bolalarning hayotini mundaq ko'z oldinglarda o'tkazinglar, ular bilan paranglish bularning kechmishlarini angladinglar degandek. Bayaq savolim bilan birga sizga so'raydiganim bu jarayon sizning chet eldagi Uyg'ur bolalarning, Uyg'ur yoshlarning bo'pmi? Qandaq bir masalaga yo'l qo'yotdi deb qaraysiz? Psixologik bo'lsin, ijtimoiy jihatdan bo'lsin, bu jarayonda his qilganlaringiz bormi? Men ham deyliqin nima desam bo'lar? Yes jarayonda birisi umuman ilqiyma ssenariyning qurilma jihatdan bo'ldi-da. Masalan, men bir obrazni tutgandan keyin buning masalan background story deb qo'yamiz. Ko'rinish masalan-chi hikoyasi. Masalan bu qanday psixikada masalan ishmijazmi, toshmijazmi? Ondan keyin buning bu nerdan kelgan masalan? Bu yerda qanchalik tudi? Mush narsalar endi qo'ygandan keyin masalan ishmijaz bo'lsa, uning ma'lum qiziqish doirasi bo'ldi. Ondan keyin do'stlashish doirasi bo'ldi. Ondan keyin bu kelgan yer bo'lgandan keyin buning asari turmushdagi ba'zi detalliq bir ishlar bo'ldi masalan. Bu andan keyin shu obraz endi bu amaliy turmushdan kelgan emasmi? Men o'zim do'stlardan ko'rgan. Bo'lgandan keyin buning birisi bu yerda galindigini shu izchil shu xizmat masalasi. Men jiqballarni ko'rdim vatanda, chiqqan. Nurg'un bolalar asosan pek ko'p vatandan chiqqan bolalar hozir bir xil gangrashdi-chu. Masalan, ya g'ayratdak deb qo'ydi-ku, masalan, aktyor bo'lib bu pul topolmaydi yoki bu ta'sub. Bu g'ayrat masalan ikkilanmaylar, o'zi qiziqqan bu davrda mangdi masalan. Mangdi qanday bo'lsa birinchi qadamni Apple. Nurg'un bolalar buni qilolmag'lar. O'zining beri chiqib, zodi nima qilish kerakligini bilmaydi. Bir xil gangrash. Olay bo'lsin deb o'ylaydi-da, o'qib, yo'q ekan uni TikTokda videodan bir chiqib birdamni bu narsaga g'azir siz degandek-chu. Ya chiqiblar, o'qiblar, o'dillar, shu aktyorlikda Hollywoodga ketsa, boshqa ketsa, ashuna bo'ldi. U undaq ish mumkin emas yuz bermaydi. Mumkin emas. Agar undaq bir yuz berish uchun siz 10 yil, 15 yil to'liq tayyorlik bilan shuning uchun tirishishingiz kerak. Ondan keyin yuz berishlar. Chunki bu yerda bu butun dunyodan kelgan eng Jamagulning mishadi-chu, rapni o'qana. Siz shuning bilan raqobatlashishingiz kerak. U mayli sizning yolg'izlik tashqi jihatdagi obrazingiz bo'zilib bo'lmaydi uningga. Sizda cho'qim bir yangilik bo'lish kerak. Cho'qim ashlan biz tushiradigan bir narsa bo'lish kerak. Sizda nazariy bilim bo'lish kerak umuman. Shunga bu birsi u. Anki yana birsi masalan shu bolaning vatanda qolgan qiz do'sti bilan bo'lgan bir nozik bir munosabat mishada. Masalan bu qiz do'stiga izchil qaytib kelma deydi. Lekin kelmaydi. Ondan keyin tuyuqsiz maktablar taqilib kelganki bu qiz qachon kelsa degandan keyin maktablar taqilib ketdi. Shu bir yil bo'ldi degandan keyin bu qiz do'sti u chaqda majburlanib bir to'y qilish bu so'zga kelib qolgan.
Şunun bilan shunday bir nozik munosabatlar masalan. O'g'lon bolaning yolg'izlarligi bir qandoshlik oldidagi munosabatning bir xil qorong'ulishi emas. Yana birisi o'zining qiz do'sti bilan masalan. Bir muhabbat sarglashishmi shunga bir nihoyatda ig'ir darajada bir qarasoy tashlanayotgan bir holat masalan. Birisi shu, anandan keyin yana birisi xizmat masalasi bor bu yerda. Anandan keyin yana birisi shu bir to'p ayada qanday bilmayman. Shu bolalar shunday bir zarba uchrab, qolgandan keyin bir xil ig'ir tushkulish hodisi borchu. Tushkulishib, anandan keyin shu yerda allaqachon urilishib bo'lgan, turmushni g'amdan jeb ketmaydigan bir turkum shu nanqapi bir tur bolalar bilan bir og'inib olgan, shu orqali o'zining shu narsa unutish uchun tirishadigan bir xil holat bor, shakllanib qolgan. Shundoq do'stlar bilan masalan Kinodagi gapni qavatamiz, normal reallikdagi Uyg'ur bolalar yoshlar to'g'riliq. nurg'un normal reallikga. Masalan, anda bo'lgandan keyin shu chunki bir yerda bunday bo'lgancha Uyg'ur jamiyatida shu tuqqanchilik bilan do'st yoralar o'tirisidagi munosabatni tanglab tutib turish bak cho'ng bir masalachi Uyg'ur jamiyatida. Biraz. Intayin nozik bir ish bu. Bak xavf qoldi o sizdan. Hem o'zingizdan voz kechishingiz kerak. Andan keyin siz aslan o'zingizning dunyosida yashab olmaysiz. Aşılanmalık normları bilen, aşılanmalık ülkeleri bilen yetişmiş gerekten Uygurca do'stlar. Shunga bu endi bu endi Osiyoning masalan oila tarbiyasi, jamiyat qurilmasi qarasam, men bundoq surishtirib baqsammi, asosan ashta bir ishlar bor ekan. Lekin bizda bu bak texim ig'irmikin deyman. Chunki bizda bak tas bo'lishdan alqib bak nozukcha. Bundoq chekib qo'ysalar sunib ketilgan ashta bir lunqug'lar o'xshaydi nurg'oshlar. Shunga bu narsalar bor. Masalan, shu do'stlar bilan qandoq bir munosabatni saqlash, qandoq o'zini shu chambarakdan qutuldirib chiqib, yangicha bir turmushga masalan ketish masalan. Mushlarni qanday bir tangshash, mushni besim qoldim. Ana mush narsalarni yuritib berdik. Endi men bahchiq narsani singdirib bersam, bu yerda cho'qim bir asosiy nuqta bo'lishi kerak. Asosiy nuqta deb bo'lgandan keyin qolgani shu asosiy nuqtani cho'rdab oylanish kerak masalan. Bu ssenariy shu holatda bo'ldi. Andan keyin buni eng cho'ng his qilgan narsam yana birsi. Bu ssenariyni yozgandan keyin ba'zi chog'da nimani yozish, nimani yozmaslik kerakligini yana bir his qildim. Buning eng cho'ng bir misoli, masalan, men dialog yozgan chog'da shu o'xshamagan odamlarning o'xshamagan shakldagi bir parang temasi bo'lganligini shu chog'da his qildim. Masalan, o'xshamagan qurilmadagi odamlar to'rt araqkash birga kelsa, ularning temasi o'xshamaydi ekan. Aniki yosh bolalar, yana bir tipdagi odamlar kelsa, bularning parang temasi, bularning deyishadigan gaplari, aniki qurilmasi, so'z jumlalarining qanchalik o'xshamaydiganligini men yozib bo'lgandan keyin his qildim. Shu endi bu film menga raskem qani behchong ilgirlash bo'ldi-chu. Men behchiq narsa o'rgandim. G'ayrat bor, men birinchi betga shu qalam tavratgandan tortib eng oxiri kinoxonni qo'ydik buni-chu AMC'da. 100-chi qavatga kelib ko'rdi. Mushun tortib butun narsalargacha agar men yoki Kaliforniyadagi dangliq maktab olsam ketmaydi narsalarni. Chiqib bu menga kasbiy jihatdan behchong ilgirlash bo'ldi. Filmni ishlashdan burun men o'zim yana nazar chiqardim. Gapicha. Andan keyin biz to'rda yonishdik. Onun unumi yaxshi bo'ldi. Andan keyin biz shu pullarla asli pul yetmaydi, lekin saqlatmayli bo'ldilar surak alayli bo'lsin deb ketdik. Surak kelishim bek o'ngishli bo'ldi. Surak ep bo'lgandan keyin mishada bir organ bizga yordam qildi. Shu filmning eng oxirgi kirish, muzika tarafdor o'qishlari pul faqat yetmay, shular yordam qilib filmni muvaffaqiyatli bitirdi. Shu bu birinchisi mencha masalan g'ayrat ulamdi yoki men bilamdi meni o'xshash. Pulning ishi cho'ng masala emas-ku bu yerda. Bu yergi masala biz necha vaqtdan o'ylagan, aniki tasavvur qilgan, azroq ushaq poch-poch harakat qilgan narsalarni butun bir qurilmaga aylantirib shuni o'zimizning keyingisiga bir asos soladigan bir holatga aklash
yoki shuning qadamini ilish bak cho'ng masala emas. Siz agar birinchi qadamni bak mukammal ilishning mencha zaruriyati yo'q. Elbette. Ha, biz birinchi qadamni olgandan keyinla nurg'un o'ylamagan masalalar chiqadi, shuni hal qilamiz, nurg'un biz o'ylab bakmagan bir narsalarni ega bo'lamiz masalan. Shunga birinchi narsa qandaqligi qisqa bo'lsin, ko'rimsiz bo'lsin yoki boshqa bir qanday bo'lsin. Bu narsa tabiiyla sizning ikkinchi qadamingizga asos qo'yganchu. Aş qilgansiz masalan bir tal maqol masalan kitob o'qiyman deb bir to'g'riliq kitob o'qisam u menga qog'ini qaragan chog'da o'zim masalan bir tim to'g'riliq maqol yozay deb o'tirib maqol yozsam u jarayonda jiq izlanimanda jiq yaxshi his qilib chiqim yaxshi esimda qoladi. Ayliq bir odam yozg'ashmi o'zini tarbiyalaydi. Shunga kino filmdimi shu xil masala o'rtaq bo'lishi mumkin. G'ayrat endi sen-chi sen qanday qaraysan masalan bu Uyg'ur jamiyatida masalan yoshlar biz bayamanda masalalar bor deb qaradik. Bu yoshlar bu masalalarni hal qilishga doir bir qandaq bir pozitiv bir narsalar bor yoki bormi? Masalan bo'lib qolsa masalan ironliklarningki yoki boshqa dunyodagi boshqa millatlarning kommunitilar qarab baxsam ularda bir xil Uyg'urlar ularning jamiyatida yig'ilgan bir xil san'at faoliyatlari bo'ldi, kino film bir festivallar bo'ldi chet elda. Bir meşrepga o'xshash bir o'zlarining yoshlar yig'ilgan bir narsalar bo'ldi. Hamda bu chet elda yashayotgan yoshlarning orasidagi bu tushkunlikni, bu yabancılashma deymiz, chet ellashish demdi. Max Weberning jamiyatlardan bir odam chet elga chiqqandan keyin uning chet elda yashayotgan o'zining jamiyati bilan bo'lgan chet ellashish munosabati. Buni hal qilish uchun bir xilqi bir nimalar bo'ldi, qurilmalar bo'ldi, mexanizmlar bo'ldi. Bu Uyg'urlarning ichida ashta narsalar bor deb qaramsa, qanday kamchiliklar bor deb qaraysan? Meniki men demak do'stlarim nihoyat jiq. Amerikada masalan Kaliforniya o'sha tarafda bulardan ko'rishib turma. Bu bizniki Mehmetjon boyam deb o'tdi. Bizniki birinchi qadamni ilish bir cho'ng masala deb nurg'un Uyg'urlar qo'rqib ololmay masalan yana bir psixik qanday desangiz maslahat so'raydigan bir ish bor bizniki Uyg'urlarcha. Maningdan bir so'rab baxsam, aningga bir maslahat sap baxsam, bu nimadagi, animadagi deb. Bizniki vatanda masalan Qashqarda qanday bir chaqchaq bor desangiz, buniki nihoyat hammadam shu bizniki vatanda bir mezgil hammadam doktorlik o'qish nihoyat ish. Biz masalan to'liqda o'qish bitirishdan burun qo'l ko'tarib qolsanglar, qanchalik doktor olsizlar desa, bir sinf 98% adam doktor olamiz deb biz qo'l ko'tarib qissashlar chaqchaq qildi. Bu ming doktor olsanglar chin kasal olda deb Qashqardashlar deb qo'ydi chaqchaq qilib. Buni qanday desangiz, Uyg'urlarning psixikasi hamma odam bir yo'lda, nihoyat bexatar yo'lda bir menish psixikasi kuchli Uyg'urlarniki. Buniki agishish psixikasi bor. Buningga bu nurg'un masalan Xitoy siyosatida nurg'un u ishlarning hammasiga ta'sir bo'ldi vatanda jo'grafiyalik bu. Andan buniki ta'siri eng chong ta'siri nima desangiz, bu Uyg'urlar kitob o'qimaydi. Kitob o'qish hozir zarur emas. Kitob anglasimi bo'ladi. Masalan, mingni chiniqtirish uchun. Bayam deb o'tdingiz, Uyg'urlarda kollektivlik tushkunlashish, umidsizlanish hozirmi bor? Masalan, cho'ng tech kompaniyalar ishlaydigan, masalan, Apple, Google ishlaydigan Uyg'urlar. Bularningki bir so'ringa o'tirib gap qilsa, bular o'zini yuqori maosh oldi, lekin deyotgan gaplari umidsizlik. Faqat odamga bir xil rag'bat bermaydi. Masalan, sen qaysi kasbda o'qiyotsa deb bir qancha so'da. Masalan, aktyorlik kasbida o'qiyotman, teatrni desam, bu otaydim bu vatandan chiqib, sening oilangdagi nurg'un jafoni tortib, ishlarga qurbonlik qilib berib qilsa, bu sen aktyorlikda o'qiyapsan-ku, kompyuterlik kasbda o'qisan, computer science'da o'qish bitirib chiqsan degan $150,000 olsa emas, $200,000 olsa, yillik maoshi deb meni so'rab kirmoqchi. Xitoylar o'ylaydi-ku, bir qator pul topsin, pul bolam oshqamsin deb shunda ideyada. Qalpoq. Ularning ziqangusi bizga. To'g'ri, qalpoq kiydirish. Jismoniy ruhiy tushkunlikka davo. Ruhiy jihatdan kuchli desa, Uyg'urlar kitob o'qish kerak, kitob anglash kerak. Hozir audiobooklar bor. Bundan boshqa amal yo'q. Buning dorisangiz u vaqtliq,
uning aksi ta'sir oldu. Bunun amalı yok. Andın cismani jihatdan kuchli bo'lish uchun badan chiniqtirish kerak. Bu narsa badan chiniqtirish hozir nihoyat kamchil. Shuningki ishlari bilan andın Uyg'ur jamiyatida hozir masala yana bir masala Mehmetjon boyam deb o'tgandek. Birinchi qadamni oladi, sinab boqadi. Sinab boqib bir mezgil masalan 1-2 yil sinab boqadi. Ham undaq paxsam bo'ldi, andaq paxsam bo'ldi. Masalan pul topolmay qolib qolsa, bo'ldi, pul topolmaydigan kasbkim bu. Nima ish qilma buningda o'qib, hozir kompyuterda 6 oy o'qiblar, masalan bootcamplar borga. Shuni 6 oy o'qiblar, Apple, Google ishlab ketmam nima, andan uydirkilni beqib, shu xotin bolalarim bilan hayotimni o'tkazsam bo'ldi emasmi deb ashta bir gap bor. Shu Mehmetcan, ben hem de kesbi cihati yani bir sual sorayım size. Bu hem de deyme Uygurların içinde biz Uygurlar var dini mektep içip bir yerde jığın içip siyasi namayiş kılıp şuluğu bizim azal çeteldik Uygurların ahvalı bir manda bir kesbi bir organlarımız yok. Mesela kinoculukta ya senette artistçılıkta Xilip oldu çıkan sizlerdek valla Fransiyada var yani dünyanın cık yerdi muşta Uygur temizlik kinolarını tatıvatkan nurgun yani ixtisaslık valla buluş mümkün. Bularning bir yerga toplanıp böyle ortak bir team to'g'risida bir nima qilish yoki deymiz bir bo'ladi-ku masalan bir kino jamiyati deb kino bir asosiyasyonlar bo'ladi-ku bir xil tashkilotdek narsalar bir jamiyatlar kichik jamiyatlar kasbiy jamiyatlar shunday bir narsalarning qurilish ehtimolliklari yo'qmi masalan keyin bular masalan ashta bir xil bir tashkillansa keyin bularning cho'ng bir xalqaro organlardan fondlarni ilib texmi sifatli bir kinolarni ishlash mumkinchiliklar yo'qmi hamda Uyg'ur jamiyati bunda bir mumkinchilik bor deb qaramsa yo'q deb qaramsa yo'q deb qarasang buning sabablari nima degandek bek jiq so'rab ketdim uzun poyezdek mumkinchilik har qanday qilsam tamoman mumkinchilik bo'ldi terislar lekin mayda bir gap bir ish borchi Uyg'urlarda kollektiv ish qilib ishning prinsipi bilan orilgan holatdagi bir holatda ish qilib minish xarakteri aniki buning nisbati bek tuvan. Ben balalarla ko'rishib baqqan. Balalar film ishlasa, 10 Uyg'ur balalar bir film ishlasaganda mushu shu urush talashib boshlab ketadi. Ananikin yana bir ish qilganim desa, masalan, men o'zimning filmda sinab baqdim-da. Men Mehmetjon bilan ishkala urushmoqchiman. Masalan, men o'zimning filmda sinab baqdim. Shu bo'lsa Uyg'ur balalarni tashkilotlar shu filmni qilaylik deb. Asosan men bildigan mush kasdagi balalarni hammasini ko'rishib baqdim. Lekin hammasi yaqin kelmadi. Biz qo'rqdik-chi. Menga nisbatan hamda bu hamda to'g'ri tushunishgan bo'ldi, to'g'ri tushunmasgan bo'ldi. Bunday aytganda. Birsi sen bu kasbni o'qiding. Bu bir kasb. Oldin qanday yaxshi material chiqsa, bu bir kasb qilish kerak. Endi bu bir material bu yerda. Shu anda bo'lgandan keyin yana birsi Uyg'urcha qilishdan voz kechishning sababi shu. Anda bo'lganiga bolalar yaqin kamida hammasi uni deydi, buni deydi. O qarasangiz o'qib olgan maktablardan yomon, o 4 ota tamaydi, o yomon danglab. Lekin amaliy manda bir kirayli desa olmaydi. Esiyat yo'q. Shuning bilan shu izchil g'ayratman boshni saqlab qolganki yana bir sababmi g'ayrat chekinmadi-chi boshni bu ishdan. O'zi bu yomon egiz pasib ketdi. Masalan, ishtagandim chekinma. Izchil ssenariyni qo'lga olib 2 yildak saqladik bu. Ana bo'lgandan keyin biz g'ayratni manbasini butun arsalarni hammani almashtiryapti. Hatto ba'zi Uyg'ur barlarni batdi ichida. Hammani almashtiryapti qangar kelganda. Lekin g'ayratli saqlanib qolgan. Bu narsalar mushundaq. Ondan keyin balalarda mencha texnik jihatdan yaxshi desakmi, texnikaningmi bir nazariyasi bo'ldi. Masalan, chiroq desak, chiroqningmi nazariyasi bo'ldi. O chiroqning gupida yaqib qo'ygan bo'lmaydi uyga. Uning 30%, 70%, anikin key light deb qo'yamiz, oshqishlik asos nur, anikin yondashim nurlar, yana bir nurning ranglari hammasining ma'nosi bor bu yerda. Siz ssenariyni qilgandan keyin ssenariyning umuman yozgan chaqda ssenariyni bu ssenariyning umum atmosferasi mushtaq bo'ldi. Uyning sirtining.
Andan keyin muşnu alsan nurni, mush nurni mush holatda majbursan holatda yoqsam, mush kayfiyatni ham yaxshi yuritib turdi degan narsalar bor. Siz bu narsani bilishingiz kerak. Masalan, biz shu taklif qilgan chiroqchi bolalar, 4 bolalar. Biz bütün narsani deb berdik, shu son 0 nisbat bo'yicha urib dal joyida chiqib berdi. Bu bak taraqqiy etgan narsa. Mencha u Uyg'ur bolalar texnik bakchihlari operatorlar o'qiydi ekan men qarasam. Lekin ko'rgan kinolari, aniki bundoq nazariyani men paranglashib boqqan. Undan bilmaydim niyatchi. Bu yerda bir masala bor. Siz vatanda turib, bir narsa sevmaysangiz erkinligingiz yo'q, tamam? Ijodiyat erkinligingiz. Bu san'at degan ijodiyatingiz bug'ilib qolsa yoki ma'lum bir narsaga, ideyaga yoki bo'ysunmay deb maqsangiz, bu lozim bir narsaga aylandi bu. San'at degan intayin tabiiy, qonti bug'ilmagan qushdek bo'lishi kerak. Andan keyin bu yerda bolalar bir narsa tushunmaydi. Andan keyin qaqshaydi, uni qildi, qilamidi deb. Andan keyin chet elga chiqqandan keyin uningdan cho'ng bir masalaga yo'liqdi. Masalan, chet elga chiqqandan keyin sizning bütün erkinligingiz bor. Nima qilaman desam qila olasiz. Qandoq material ko'raman, qandoq kino bu bir narsani hech qanday cheklimga uchramay ko'ra olasiz. Lekin bu yerga uningdan cho'ng bir masala sizning sevingiz mala nisbatan seçtiğine min ko'chadan nechta qilib qolganini his qilasiz. Andan keyin siz naydi u chaqda ilg'or deb o'ylagan narsangiz men kelganda 80-yillar o'ynab tashlayotgan narsalar. Shu bu chaqda men texnik tushunmaydi. Bu ideyada keyingi qilish bak ichini chiqish texnika uskun degan masala emas u. Bir agar siz naydi yaxshi yozsangiz, qo'lingiz bir yaxshi hikoya bo'lsa, siz o texnika degan bu bak kichik masala hozirgi nisbatan aytganda. Birdan shu tap qildi unaqa odamni. Shu bizniki men chet elda qolganda ideya kamchiligi, anan keyin bir masala biz bag'liqi joyli xarakterli o'zimizning nuqtasida shu mana piqrabla yurgan ahvol bak ig'irchi. Siz mana vaqtda chuqur o'zingizning o'rnini bir almashtirib beqishingiz kerak. Siz buni to'xtamay Uyg'urlar bu degan bo'lsangiz, siz inkor qilsangiz bo'ladi raskamg'anni. Inkor qilib, siz boshqa narsani uyinib baqsangiz bo'ladi. Siz uchinchi bir narsa qilib, andan keyin bir mazga egizilgandan keyin siz qarasangiz, u narsaning nada kamchiligini, nada ortiqligini bilgildi masalan. Masalan, men vatan tug'an chaqda atrofimdagi nurg'un ishlar men ko'zimga yangilik ko'rinmaydi. Hammasi ko'rnas ko'rinadi. Masalan, bir ssenariy o'qasam. Hozir men mau chiqib, miyalda o'rganib o'qigandan keyin amaliyotda nurg'un hikoyaning borligini qayta qildim. Agar men fursat topib qolsa, bir hikoya qilsa, shu bir odamning hikoyasilarni nayti cho'nqur bir narsani qizlarga bilganligini masalan men endi his qildim-da. Shu anda bo'lgandan keyin bolalarda bir xil joyli psixik ig'ir, andan keyin bilim qurilmasi kamchil, o'rganish, o'zligida o'rganish nimasi bak xarakter ojiz. Ana bo'lgandan keyin bir narsa kelib chiqilgancha bu yerda bir-birini yaratmaydi boshlar. Biz qilib boqdik. Müşta bo'lsa, bil qisati. Men degan men uni qilgan, buni qilgan deb biz tabiiy masalan. Siz qancha bilsangiz masalan, operatorlik qilamdi, chiroq qilamdi, ovoz qilamdi, yoziqchilik qilamdi, adabiyot qilamdi yoki go'zal san'at qilamdi, mush narsani hammani yaxshi bilsangiz, unda jidal majraning qilch kirmaydi. Siz paranglashgan ishkilab kira olasiz sizlar. Lekin bu narsa yo'q-da. Shunga biz hozir qistirib so'zingizni kesib qoldim, kechiring. Meni o'ylaganim o'tirib bir ish qilishmi emas, yig'ilib. Bir Uyg'ur kinochilar yoki kino artisti, san'atchilar bir birlashmasi bo'lamdi, bir jamiyat bir narsa bo'lsa, masalan, 2 yilda bir yig'in ichib hammalar o'zinglarning qilgan ishlaringlardan bir munda ishlarni qildik, munda projelar bo'ldi deb anadagi chet ellik kino o'zinglar taniydigan kino rejissyorlar bo'lamdi, shu sohada o'qigan akademisiya bo'lamdi, shularni bir yig'in o'rlashtirib konferans berib degandek o'zaro uchramlashtiradigan yosh bolalarni sizga o'xshash qiziqadigan yosh bolalarni bir texnik tarbiyalaydigan, masalan, sizlar ishlab baqdinglar, o'zinglarning kino ishlash tajribalaringlarni so'zlab, sizlarga o'xshash kino ishlamoqchi bo'lganmiz, Uyg'ur bolalar bo'lsa, ularni yetaklab qilib turadigan bir narsa bo'lsa, obdan bo'lamdikin deb o'ylab qoldim. Sizlarga uyg'unmi, uyg'un emasmi? O'zinglar yaxshi tushunsizlar albatta. Tamamen uyg'un. Buni o'ylamagan yer emas, o'ylagan. Bizni tirishib baqqan, yig'ib baqqan. Lekin buning unumi
bo'lmaydi rostga o'qisam. Bizning Instagramda o'zida mush film kasb o'qiydigan bolalarning to'plari bor. Shuningmi yangi bir narsa yo'q. Shu hammadan o'zining ishi bilan. Bundaqa ilmiy munozir qilish, bir ideya to'g'riliq parangishish yoki billa ib chiqsin, chiqmasin, bu qarash to'g'riliq bu narsalar mencha yanada bo'lmaydi. Shu hozir men uni o'ylab ketmay ham qoldim rostga ham qilsam. Mush narsani qilib ma'lum bir bosqich yetgan chog'da andan keyin balkim bo'lib qolar. Rast to'g'risiz. Endi vaqtimizmi to'shalab qolib qopti 45 minut bo'pti. 2 kilonlar degan 2 jumladan olay. Sizlar bizlarga o'xshash masalanga sizlar mush kasblarni ilgirdinglar, bir natijalarni qilyapsizlar. O'zinglar o'xshashmisiz san'at kasbida o'qiyma degan yoki rejissyorlikda o'qig'im bor deb o'ylagan bolalarga nisbatan qanday tavsiyalaringlar bor? G'ayrat o'zma aktris bo'lmaydi deb o'ylayotgan bolalarga qanday tavsiyalaringlar bor degandek. Bo'ldi, rahmat sizga. Tavsiya biz bayam deb o'tgandek shu orzu bo'lish kerak. Bu orzuni amalga oshirish uchun shu harakat. U jarayonda shu uzluksiz tirishish, o'zligidan keldi, natija umidsizliklar bo'ldi, yolg'izliklar bo'ldi. Uyg'urlardan atrofingizga Uyg'urlardan maslahatlarni anglaysiz. Mandaq qilib baqsangiz bo'ldi, andaq qilib baqsangiz bo'ldi, hojam, andaq qilib baqsangiz bo'ldi deb. Ma yo'lda men baqsangiz jiqroq pul topa olasiz. A yo'lda men baqsangiz ozroq qijinib qolasizmi? Nurg'un ishlarni men ko'rdim bu deb. Bularniki men shuni bir tushunmaydiganim bu bizniki bu psixikaninki kollektiv psixikaninki bu shakllanishi masalan o'zi experience masalan kechirib bakmagan holatda sizga men qilib bakkan bo'lmaydi deb jazmlash degandek bir xil gaplarni berdi. Uyg'ur yoshlar tirishinglar, ondan ro'y jihatdan cho'qim jismoniy jihatdan kuchli bo'lishinglar kerak. Ro'y jihatdan kuchlanish uchun kitob o'qinglar, kitob anglanglar, chet el tildagi materiallarni ko'ringlar, xabarlarni ko'ringlar, xabarlar mo'yin dunyo vaziyatidan, siyosatidan degandek. Ondan badan chiniqtirib turinglar. Buningga social medialarni ozroq o'ynanglar. Kompyuterni oldida to'xtamaylik. English keyboard warriors deydi kompyuter ko'niksinki orqadagi jangchilar debchi. Badan chiniqtiringlar. Shu uni o'rniga 40 minut, 45 minut chiniqishga kirib badan chiniqtirsanglar, chiqqandan keyin jushqun tetik holatda masalan bo'ldi 70 ta bir narsa berdi ekan menga. Men o'zimniki orzu uchun tirishyapman, lekin orzuyim kamida. Bo'ldi men uzluksiz tirishma. Qanday jafo bo'lsa, mushkul qiyinchiliklar bo'lsa, shu yengalayman degandek jismoniy jihatdan bir mingizga bir xiyoliy tuyg'u berdi deb o'ylayman. Cho'ng. Shunga o'zingizningki shu chiniqish kitob o'qish. Rahmat G'ayrat. Sizni qo'shimcha qilgan Mehmetjon gapingiz bo'lsa bir 2-3 jumla sizdan olsak. Agar rejissyor bo'lmoqchi bo'lgan yoki shu ssenarist yozishchi jihatda o'zi chiqmoqchi bo'lgan bolalar bo'lsa, birinchi qancha ko'p kitob o'qish shuncha yaxshi. Bu dunyo mashhur asarlar. Keyin kinoni ko'rib berish kerak. Toki 30-yillardan toki shu rangsiz kinolar bor-ku, burunqi. Eng yaxshi kinolarni topqilib bo'ldi to'rdim biroq. Qancha ko'p ko'rib bersa shuncha yaxshi. Andan keyin boya g'ayrat degandek bu yo'l bak jafoliq bir yo'l. Nurg'un umidsizlik bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi, yolg'izlik bo'ldi, masalan, nurg'un ko'z yosh bo'ldi. Bu narsaning hammasi normal ahvolchi. Bu bir ma'noda. Andan keyin bu yana birsi sizda kuchli bir xil sabr bo'lish kerak. Bu o'ng'ay ish emas. Agar sabr bo'lmasa qilmagan yaxshi. Men shuni tavsiya qilaman. Sabringlar bo'lmasa qilmanglar. Shu bu narsa masalan shu kitob o'qish kerak, eng cho'ng. Undan keyin kinolarni ko'rish kerak, undan keyin amaliy harakat. Agar shunday bir fursatlar qolsa kasbga doir. Agar haqsiz bo'lsin mayli. Shu cho'qim qilish kerak. Cho'qim u bir haqsiz bo'lgan bilan oxiri cho'qim bir odamni boshqa bir yeni bir yo'lga boshlaydi. Mening deydiganim shu.
Azroq gap qistiraymi? Anda yana birisiga bizniki yana bir san'at jihatdan maslahat berdigani, masalan, kelgusidagi san'atchi bo'lmoqchi bo'lgan yosh bolalar san'atni ozroq qilib boqay, agar bo'lmay qolib qolsa, mani qilaman deb bu 50%, 40% bu umid bilan san'at jihatda utuq qozong'il bo'lmaydi. Cho'qim o'zingizni beg'ishlashingiz kerak. Siz kasbga o'zingizni beg'ishlasangiz, kasb sizga o'zini beg'ishlaydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi yani sizlarga qarabmi deydigan gapim, yani cho'qim o'qish kerakda. Bo'lish arzuli bo'lmaydi. Shu cho'qim ash kasbning teoriyasini, nazariyasini bizda Uyg'urlar gap bor. Amaliyat yo'q nazariyani nima ish qilamiz deb. Amaliyat degan shu nazariya degan shu amaliyatning yig'inchoqlangan gapi degan gap. O nazariyasini o'rganmadan degan gap, uni amaliyatini zaten bilmaysa, qat'iy bilmaysa degan gapda. Shu bu nazariyani o'rganmay, masalan, har qanday kasb uchun nazariya o'rganmay bu qilgan amaliyatingiz intan jonsiz holat chiqib qoladi. Bir atrofdagi ramkasi bor, ramkasi yo'q holatda bunday ish turqasi o'lib turgan bir holat bo'lib qoldi. Shunga bu nazariya nima bilmaydigan gapda, shu qilsa shunday yaxshi naqsh aytoladigan odam bo'lishi mumkin, shunday yaxshi she'r yoza oladigan bo'lishi mumkin. Lekin uning nazariyasini bilmagandan keyin u faqat noti bilmagan naqshchiga o'xshashli bir ishda. Naqshni yaxshi aytolaysan, lekin sen o'zingning nima ish qilayotganini bilmaysan u yerda. Ya tegidin. Bo'pmi, mana bu san'atda bizda-chi, mana shu nazariyani faqat ko'zga ilmaydigan yoki san'atda nazariya kerak emas degan uqum bor. Bu amaliyot uni emas. Bir jamiyatning, bir sohaning, bu san'at jamiyatida masalan hozirgidek g'arblarda bu qadar taraqqiy qilib hozirga yeta olishi to'xtamay nazariyaning yangilanayotganligi masalan bir avlodga mos keltirib buning yozilgan nurg'un kitoblar bor ko'rib baqsa. Shun bu jihatda puxta bo'lish kerak. Bu jihatda cho'qim g'ayrat degandek o'zini beg'ishlash kerak. Har qaysi jihatdan to'xtamay o'xshamagan nuqtadan qarab shu tarafdan o'zini puxtalab maqmasa. Chunki bu kasb bir tomosha oltida-chu. Siz kuchli bo'lmasangiz, siz to'xtamay o'zingizni yanglab turmasangiz, bak kichik olib sizdan. Bu bir masala. Ko'pdan ko'p rahmat. 52 minut bo'pti sizlar bilan xil uzun paranglashdik. Bundan keyin yana taklif qilsak, yana qatnashib bersanglar, yana dunyodagi kinochilik bo'lamdi, magazin bo'lamdi, mush temalar to'g'riliq paranglashib. Endi nima degan bilan bir arxiv bo'lib saqlanib qolib qolsa-chi, Uyg'urlar endi keyin mush Uyg'urlarni tadqiq qilganlar, chet eldagi Uyg'urlarning ishlarni qilib deb bir xillarga manba sifatida do'stim bir qilib qolsin deb biz bu programmalarga ko'ngil bilamiz. Shundan bundan keyin yana taklif qilib qo'yishimiz mumkin. Qatnashib berishinglarni qarshi olamiz. Va ishkilinglarning kasbiy hayotinglar utuq tilayman. Rahmat. Kinolar ishlab qolib qolsanglar artist bo'lib men iltimos qilishim mumkin. Sizlarning sayanglarda ko'pdan ko'p rahmat. Hamsa programma ishida aqlashib